Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan o'sha trenddagi bargli abadodimizni birgalikda yasaamiz. Buning uchun bizga shunaqa temir rasmlar, bargli, shunaqa abadod 0.90, shunaqa ikkili va shunaqa metraj xameleon toshimiz kerak bo'ladi. Demak, boshlaymiz. Bunaqa bargimizdan 5 ta dona kerak. 5 tasini olib, simdan kesib olamiz. Abadoddan ozgina joy tashlab, abadodni shakliga kiygizib bakdi. Birinchi kileni ochib, kile surib olamiz. Kerakli joyga. Taxminan shu yerdan boshlasak. Abadod bo'ylab kile surib olamiz. Kile surib olganimizdan keyin bu ozgina turadi, 5 minutcha. Ozgina turgandan keyin birinchi kile surgan tomonimizdan bargimizni yopishtirishni boshlaymiz. Shuni yopishtirib olamiz birinchi. Keyin kesib olgan simimizni olib bu yerga o'rab olamiz. Simni ozgina joyini mana shu yerga o'rab olib turib, endi bargni qatirishni boshlaymiz. Shu yerga o'rab olganimizdan keyin bargni qatirishni boshlaymiz. Yaxshilab qattiq qilib o'rab chiqamiz. Bargni shunaqa oralaridan o'tkazib bargimizni qatirib olamiz. Shu tartibda qatirib ketamiz. Mana shunaqa qilib qatirishda davom etamiz. Mana hamma barglarda sim yordamida qatirib chiqdim. Mana endi oxiriga keldik. Oxirida mana simimizni o'tkazganimizdan keyin bu yoqqa burab, uchidan shunaqa qilib qatirib qo'yamiz. Va buni kesib olamiz. Kesib oldik ana. Mana tayyor qolibmiz. Endi buni xohlagan dizaynda, xohlasangiz toshlar bilan, xohlasangiz shunaqa metraj ko'z bilan bezatishingiz mumkin. Men bundan bezataman. Bezatish jarayonini keyingi videoda ko'rishingiz mumkin. E'tiboringlar uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.